shu umuman To'lqin Sultonovichga mana shu zaif ko'rishlik, shu ko'zi ojizlik nima berdi va nimalarni yo'qotilishiga sabab bo'ldi? Endi hammaga ma'lumki, ko'z ojizlik bu oson hayot emas. Chunki inson 90% axborotni ko'z bilan oladi. Qolgan 10% boshqa sezgilar bilan oladi. Shuning uchun ko'zni bo'lmaslik nihoyatda katta yo'qotishini biz ham o'z vaqtida juda o'zimizni ko'z ojizligimizdan nolib, taqdirdan nolib, o'ta she'rlarimiz o'tgan mana she'rlarga satrlar kirgan, lekin bir kuni unda bir ko'z ojiz uyini ko'rishga bordik. Shu rais bilan birga borganmiz. Rais ko'z ojiz oldin xabar olishga borgan. Keyin shu o'tiramiz so'rida bir kuchuk hurupmi qanaqa vo'g'lab ovoz chiqarib qo'yadi. Keyin bo'lgandan keyin raisimizga aytdimki, bu rais bu shu juda bir baybat kuchuk yotgan ekan, men bola dedim, yo'q, kuchuk emas bu. O'sha uyga kelgan ko'z ojizimiz ana shu. Uni qo'li ham yo'q, oyog'i ham ishlamaydi, ko'zi ham ko'rmaydi, lekin ko'z ojiz jamiyatga a'zo bo'lib qolgan bu. Mana shu uyga olib kelib mahsulot berib ketyapmiz degandan keyin bu taxminan 1981-80-yilda bo'lsa kerak, stil dedim har holda, adashmasam. Shunda keyin birinchi marta shukrona keltirdimki, bu bizni mana shu yurishimiz, mana yuridik fakultetda o'qib yuribmiz, boshqa qilyapmiz, pensiya olyapmiz, sog'lar bilan bir qatorda yashayapmiz degan narsa hayolimga keldi. Mana shu hamma she'rlarimdan ko'z ojizlik taqdirga qilgan noshukrona fikrlarni olib tashladim. Va shundan beri mana shu hayotimdan mingdan roziman. Demak, birovni ko'rib fikr qilib, birovni ko'rib shukr qilib yashayapmiz. Mana To'lqin Sultonovich, mana hozir siz o'sha bir katta hurmat, e'tiborga loyiq insonsiz, jamiyatimizda o'zingizning o'rningiz bor va qolaversa o'sha bir necha mukofotlarga taqdim etildingiz va mukofotlar, ko'krak nishonlar sovrindori bo'ldingiz. Agar To'lqin Sultonovichning ko'zi ojiz bo'lmaganda shu hurmat, e'tiborga qozongan bo'larmidi? Endi sizlarga buni haqida bir narsa deya olmayman, lekin mana shu yoshligimdan yuristlik kasbiga qiziqib, yuridik adabiyotlarni ko'p o'qirdim. Mana shu bir kuni nimaga mana shu Po'lat Ahmad akaga aytib qoldimki, mana shu muzikani o'rganmoqchiman, lekin hech qo'lim kelishmayapti. Juda yaxshi ko'raman degandiki, u kishi aytdiki, "Yo'q, sizda har bir insonda mayl shakllanadi. Sizda musiqa mayliga nima yo'q. Sizda mana shu siyosatga, huquqshunoslikka mayl bor. Shuning uchun albatta mana shu yo'ldan kechish kerak" deb bir fikr bildirdilar. Haqiqatan o'zim tan olyapmanki, menda mana shu yoshligimdan yuridik adabiyotga qiziqishim, o'sha maktabda o'qib yurganimizda ham o'quvchilar kelib iltimos qilganda, o'shanda ham bir tergovga narsani olib borib, o'quvchilar o'g'irlangan narsalarni tovib berib, shunaqa qilganman. Demak, haqiqatan menda shu mayl yuridik sohaga shakllangan ekan. Balkim kattaroq vazifalar ishlab, yo prokuror yo bir boshqa ishlab ketishim mumkin edi. Bu haqda bo'lmasa deyman, balkim ko'proq erishardim. Yoki mana ko'pgina sog'lar ham bir nimaga erishib o'tib ketyapti, balki mana shunday bo'lishi mumkin edi. To'g'ri bu haqda narsa yo'q. Lekin men bilishimcha sog' bo'lganda ko'proq narsaga erishardim. Endi mana To'lqin Sultonovich, boya suhbatimiz boshida bolalik haqida dedik. Endi siz bilan birga o'qigan, sizni tanigan, o'sha sizni bolaligingiz bilan birga o'sganlar juda siz haqingizda yaxshi fikrlarni gapiradi. O'sha maktabda ham tashabbuskorligingiz, maktabda ham o'sha o'zingiz hozir aytib o'tganingizdek bolalarning haqlarini talab qilish bo'yicha ham juda bir jonbozlik ko'rsatgan ekansiz. Keling, shuni o'zingizdan eshitaylik. Mana bir necha yillik tarix o'tib ketdi. O'sha bir chiroyli she'r yozib, murojaatnoma qilgan ekansiz. Shu o'zi qanday bo'lgan aslida? Endi biz tushunmaganmiz, bola bo'lganmiz, shu direktorimiz marhuma juda qattiq qo'l edilar, juda tartib nizomga qattiq qararlar. Endi o'sha yerda bir maktabda ko'pchilik buni biladi, hech qanaqa maxfiy joy qolmadi. Bir kreslo, qimmat kreslo kesilgan ekanda, shu narsani bular o'sha birinchi etajda yurganim uchun mendan ko'rib, bizni maktabdan haydab borib, keyin kelib o'qidilar shu, lekin menga nohaq jazo berildi degan bir tushuncha paydo bo'lib, o'sha maktab rahbariga nisbatan
bolalar uchun nafrat paydo bo'ldi. Chunki nohaq jazolandim. Nohaqlikka chidolmagan. Shu uchun keyin bir o'sha maktab rahbariga qarshi maktab rahbarini o'zini odamlari bor edi, o'qituvchilar bor edi, ular vaholanki bir institutni bitirmagan, institutni chala tashlab kelgan, shunaqalar bor edi. Shu bilan bizni nohaqlik kurashga chorlab, keyin bir she'r yozib, shuni maktabda hammaliga endi bir men bo'lmoqman, demak ko'pchilik shunaqa fikrda bo'lgan. Shu bir 5-10 kishimi, 10dan ziyod kishi she'rlarni paytda mashinaga yo'q, boshqa faqat qo'lda yozib chiqqanmiz. Endi bir 100 nusxami, 150 nusxami hamma maktab zallariga, sinflarga va o'sha maktab rahbarining kirish eshiklariga, undan keyin qolaversa o'sha maktabni bo'lib rahbarining kabinetlariga ham she'rlarni qo'yib qo'ydik. Ertalab kishi kelib, men yig'ib olyapti, she'rlarni hammaga buyurgan. Lekin yig'ib olyapti, lekin biz bu yoqdan yig'ib yana yozib tashlayapmiz. Xullas shuni ertalab 8da rahbar kelgan bo'lsalar, 12-1gacha yig'ib olishga ulgurmadilar. Chunki bu yoqdan yig'ib olmayapti, bu yoqdan tashlayapti. Ko'pchilik borlar. Endi o'sha o'ylab qarasam, o'sha tartib nizomni, talablarni sal bolalarcha noto'g'ri tushungan ekanmiz. Lekin hozir endi o'sha rahbardan, ya'ni tarbiyalar uchun minnatdorman. Nimadan to'g'ri tushunaman. Chunki intizom bo'lmagan joyda, qattiq bo'lmagan joyda ish ham bo'lmaydi. Men o'zim rahbar sifatida shuni his qilib, shu voqeani eslaganimda o'zim nohaq deb hisoblayman. Endi bolalikdagi bolalik. Bu bolalik shunday. Qandaydir nimalar. Endi bolalik mana tushunchalar. Borlik baribir. Shunday, yaxshi. To'qin Sultonovich, o'zingiz uchun o'sha bolalikda deymizmi, o'sha mana hayotiy o'zingiz mana 81-yildagi o'sha bir ko'z ojizni ko'rgan bo'lganingizga o'xshagan bir ibrat bo'ladigan bir voqealardan gapirib bersangiz. Chunki ko'p davrlarda sizdan mana shunaqa ibratli so'zlarni eshitamiz. Endi har doim muxlislar, bizni tomosha qilayotganlar bundan bahramand bo'lish baxtiga muyassar emas. Shunga o'xshagan bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan bir suhbatingizdan bahramand bo'lsak qisman. Endi bunaqa ibratli voqealar ko'p, lekin juda ko'p u. Eng muhimi inson hayotda mard bo'lib va odamgarchilik bilan yashash kerak. Mana bizda shu birga o'qigan kursdoshimiz bor edi, u ichki ishlar bo'limi boshlig'i edi. Lekin turli sabablarga ko'ra shu bir kechma tufayli turmaga tushib ozod mahrum qilinib qoldi. Lekin shu davrda o'sha birga ishlagan ichki ishlar xodimlari ham, hatto kursdoshlarimiz ham uzoqlashib ketdi. Lekin men shu davrda o'sha ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganda yoniga bormaganman, hech ham tushmagan. Lekin shu insonni shunday og'ir ahvolni his qilib, o'sha shundan keyin biz juda oilasiga yaqin bo'lib, oilasiga bordi keldi qilib, sovg'a salomlar uyushtirib, moddiy jihatdan qo'llab turdim oilasini. Shu serfarzan o'ylaydi. Lekin shu uchun aytamanki, bu narsani insonni kim do'st, kim dushman, o'sha boshiga kulfat tushganda bilinadi. Lekin o'sha kursdoshiman, shuni eslab o'sha kursdoshlarimni hozirgacha shu juda hurmat qilib, shu voqeani yig'ilganimizda eslab turishadi. Shuning uchun boshqalarga ham mana shunaqa bo'lishni, sabrli bo'lishni va boshiga kulfat tushgan insonlarga doimo yordam ko'rsatishni, buni mansab borida hamma bir yordam berish mumkin, lekin mana shu paytda birga bo'lishni tilagan bo'lardim. To'g'risi, to'g'risi, mana shu qarib mana juda ham ko'p yillardan buyon, o'sha sovuq ittifoq davridan buyon mana shu jamiyat bilan birgasiz. Jamiyatimizda ham shunaqa holatlar uchraganmi sizga? Sir bo'lmasa agar. Jamiyatda aynan menga uchramagan, chunki mana Navoiyda ishlaganman, lekin 2005-yil kasal bo'lib qolganimda Xudoga ming shukrlar deyman. Demak, kimgadir yaxshilik qilgan ekanman, yo kimdir qo'ygan bo'lsa, to'g'ri qo'ygandirman. Butun Navoiydagilar shu Qiziltepaga borib, bir necha marta borib kasalxonaga tushib ko'rib keldi va hech bora olmaganlar hech bir telefon qilib 2-3 kunda bir yaxshilik so'rab turdi. Shu juda men minnatdorman Navoiylardan. Lekin endi albatta jamiyatda shunaqa voqealar bo'lib turadi, juda ko'p. Mana shu raisning mayli familiyasini mana aytmay qo'ya qolay. Shu inson juda u paytda davr talabi shunaqa ediki, rahbarlar bilan bosh rahbar hech qachon muloqot qilmasdi, birga o'tirib tushlik ham qilmasdi, hatto u kishining kabinetlariga kirib borib ko'rishmasdi degan shunaqa talab edi. Lekin shu inson vazifasidan bo'shab qolgandan keyin o'sha birga yurganlar, birga o'tirganlar hamma tashab ketdi.
Shu hovlida yolg'izgina o'tirgan ekanlar. Shu borib Qurultoy saylovdan keyin. saylovdan keyin, aynan saylovda bo'shaganlardan keyin borib sizni olib ketaman, yuringman olib ketay deganda shu juda xursand bo'lib, hayron bo'lib shu nima qilib keldi va shu to umrlarini oxirigacha men bilan shunaqa yaxshi munosabat saqlab keldilar. Rahmat To'qin Sultonovich, mana o'sha sizni ijodingizga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'sha sevgi muhabbatni tarannum etuvchi, odamiylikni tarannum etuvchi va o'sha bolalarcha beg'uborlik bir satrlarni ko'ramizda doim. O'sha har doim sizni o'sha she'rlaringizni eshitgimiz keladi. Ayniqsa men o'zim shaxsan sizni muxlisingizman she'rlaringizga. Rahmat. Mana shu she'rni agar bir katta bir bo'stonni bilsak, mana shu bo'stondagi o'zingizga yoqqan va o'zingizni har doim mutolaa qilayotgan qaysi shoirlarni ko'proq hurmat qilasiz? Endi biz shu yoshligimizdan, bolaligimizdan albatta bolalar shoirlar bor, Safardiyor, Qudsi Mamadiy kabi shoirlarni she'rini o'qib katta bo'lganman, lekin ma'lum bir yoshga yetgandan keyin Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, mana keyinchalik Muhammad Yusuf, mana shu shoirlarni she'r josiga o'qiyman va o'zim ham mana shu Bobur g'azaliga, Abdulla Oripov g'azaliga va Hazrat Alisher Navoiy she'rlariga ko'p muhammadlar yozganman. Chunki ularning she'rlari biz uchun endi aynan ularni uchrashmagan bo'lsak-da, shu Hazrat Navoiyga ham, Abdulla Oripovga, Erkin Vohidovga ham biz endi g'oyibona shogirdimiz. Endi men o'zim shoir demayman, lekin qanaqa bir qat'iy nazar o'sha she'rlardan bir ilhom olaman. Rahmat. Marhamat, shu bitta she'rdan eshitsak yana bir keyin. Endi mana keyingi paytlarda, oxirgi paytlarda yoshimiz ulg'aygandan keyin sevgi muhabbat haqida she'rlar yozmayapman, to'g'risi. Ko'proq bolalar adabiyotiga o'zim ham me'yor qo'ydim. Juda zo'r narsa, chunki o'sha 50 yil, 60 yil o'tmishga qaytib, bolaning ruhini his qilib, bu juda ajoyib narsa ekan. Bolalar juda yangi bir olam ekan. Mana she'riyatga qiziqqandan keyin, adabiyotga qiziqqandan keyin bolalarni aytishimga kashf qildim va ko'p she'rlarni, ko'p fikrlarni aynan hayotdan, nevarlarning fikrlaridan va qo'shni bolalarning fikrlaridan olaman va ba'zi she'rlarni yozishda shunaqa bo'lganki, bolalar bilan bir suhbatlar o'tkazganman. Ular fikrlarini olganman. Mana shu narsani qanday tushunadi? Bir nechta boladan fikrlarni olib, shunaqa she'rlarga shuni aks ettiraman. Mana eng oxirgi she'rim Olimjonning mehribonligi degan she'r yozganman. Bu ham qolaversa, bu albatta badiiylashtirilgan, badiiy bo'yog'i berilgan, lekin shu nevaram bo'lgan, nevaram fikrlaridan olingan. Olimjonning mehribonligi. O'sha bersa o'qib beraman. Yaxshi bo'ladi. Qahraton qish qilichin yalang'ochlab turardi. Sovuq ko'rsatib kuchin guppillab qor urardi. 6 yoshli Olimjon band bo'lganda bobosi sudrab chiqdi yo'l tomon bobosining paltosin. Ko'rib qolib oyisi hayron bo'lib bu holga, bilolmayin boyisin o'g'lim tutdi savolga. Nega yangi paltoni sherga bo'lg'ab tashlading? Tan olaver xatoni, qanday shumlik boshlading? Yig'lab dedi Olimjon, siz mehribon oyimsiz. Qarang Temur boboni turar issiq kiyimsiz. Qorda turib kun bo'yi sovuqda to'lmasinlar. Ayoz o'tib tun bo'yi shamollab qolmasinlar. Yordam bering oyijon, paltoni kiydiraylik. Yoki bo'lib ikkovlon uyga olib kiraylik. Ona der chin mehribon ekansan-ku bobonga. O'zbek xalqi har qachon qalqon sohib qironga. O'z zamonaning bo'lgan jasur sohib qironi, kuch adolatda degan xalqining mehriboni. Xalqning mehri taxt bo'lib qizdiradi tanini. Temur bobong ahd bilib qo'riqlar vatanini. Elning mehri asragay bobong sohib qironni. Balolardan saqlagay Alloh O'zbekistonni. Olimjonning ko'ngli to'q, mehri ortdi Temurga. Xavotirga o'rin yo'q, qalbi chulg'andi nurga. Uyga kirib bobosin aytib xursand qiladi.
bobosining paltosin o'z joyiga iladi. Ey minglab olimjonlar, xalq baxtiga bor bo'ling, yangi so'yib qironlar, elga madadkor bo'ling. Shunaqa shunday birlarki mana bu hozir she'r yozuvchilar ko'p, lekin bolalar adabiyotga bag'ishlangan she'rlar nihoyatda kam. Qanday sizlar ham Navoiy viloyatidan shunaqa bir sho'rlar chiqib, bolalar adabiyot bo'yicha kitoblar tashkil qilsangizlar, masalan, jurnalda she'rlaringizni e'lon qilsangizlar deb kellarda shu turtki berib, ham shu o'zimni shu bolalarga bag'ishlangan she'rlarni yig'ib 2026-yil yaqinda o'zimiz ijod press nashriyotda shu bir Nurbekning topqirlangan kichkina kitobcha chiqardik. Endi hozir qolgan she'rlarni ham, yana endi kattalarga bag'ishlangan she'rlarni ham to'plam qilib kitob qilish niyatidaman. Xullas aytganda Namjon akani gaplari bilan shu narsani qildik, lekin o'zimni hech qachon shu birinchi she'rimdan oxirgi she'rimgacha shu to'playman, kitob qilaman degan niyatim bo'lmagan. Aferin. Rahmat. To'g'ri sultonchi endi mana o'sha aytib o'tganimizdek o'sha bolalarcha beg'uborlik, bolalarga mehribonlik juda bir ulug' ne'mat, bu har kimga nasib qilolmaydi bu narsalar. Endi umuman hayotdagi orzular bormi? Orzular bo'lganmi? Umuman qaysi birlariga erisha oldingiz? Qaysi birlariga hali o'sha harakatdasiz? Endi orzular albatta o'sha bolalikdan boshlanadi. Bolalikda Aleksandr Pakrishkinning Urush osmonini kitobini o'qib, uchuvchilikka qiziq qoldim, uchuvchi bo'laman deb orzu qilardim. O'sha maktabda mening orzum degan temada insholar yozganda ko'zimni operatsiya qildirib, mana shunaqa uchuvchi bo'laman, harbiy uchuvchi, qiruvchi uchuvchi bo'laman dedim. Keyinchalik tushundimki, endi albatta davolash ham qiyin, boshqa qiyin. Keyin bo'yayotganda qanaqadir xushnoslikka bo'la Sherlock Holmes'larning kitoblarini o'qib, shu nimaga ishqim tushib qoldi va mana shu sohaga qiziqib qoldim. Keyin yuridik fakultetga kirgandan keyin ham o'zimcha o'ylardimki, shu bir prokuror bo'lib ishlashim mumkin, sudya bo'lib ishlashim mumkin-da. Shu adolatli bir haliga qonunga sodiq, fuqarolarning manfaatlariga xiyonat qilmaydigan xushnos bo'laman deb o'yladim, lekin shu zamonaviy zayli bilan shu jamiyatga rahbarlikka kelib qoldik va shunda qolib ketdim. Shu uchun menimcha hamma orzularga erishdim. Oilaviy jihatdan ham, o'sha haliga tashqi jihatdan ham hamma orzularga erishdim. Hech qanaqa nolagan joyim yo'q. Endi shu orzu bundan keyin ham shu xalqimizga, jamiyatimizga xizmat qilish shu doim endi yoshimiz duo qiladigan yosh ketib qoldi. Shu xalqimizni, muhtaram prezidentimizni duo qilib yashash deb o'ylayman. Eng katta orzum shu, tinch bo'lsin, zamonamiz osmon musaffo bo'lsin, mana shu yosh avlod yetishib 3-renessans nimalari, cho'tkalari, boyagi o'sha invensiyalar, beruniylar yangi tug'ilishini istayman. O'zbek xalqidan ham, o'zbek olimlaridan ham bir Nobel mukofoti chiqishini istayman. Ustoz, endi mana o'sha ehtiyot biz qo'shni davlatlar, mana shu Yevropaga va ozgina bo'lsa ham har doim qiziqishda bo'lamiz. Ularni ham o'sha turli sohalardagi o'sayotganini kuzatamiz va o'rganishga harakat qilamiz. Balkim bizni o'rganadigan narsalarimiz bordir. Shu boshqa davlatlarda aynan shu nogironligi bo'lgan shaxslarga juda katta e'tibor qaratilayotgan jihatlari ham bor. Ba'zi tomonlarda umuman qaratilmayotgan holatlarni ham kuzatamiz. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha mana siz xushnos bo'lganligingiz uchun shu savolni bermoqchiman. Shu bizning ham mamlakatimizda shu deputatlar orasida aynan shu nogironligi bo'lgan shaxslar yoki o'sha zaif ko'ruvchilarni deputat bo'lishiga siz qanday qaraysiz? Bu juda yaxshi g'oya. Men o'zim ham 89-94-yillarda avval Buxoro, keyin Navoiy viloyat xalqiy deputat bo'lganman. Saylov paytida haqqiy demokratiya bo'ldi, saylov ko'p nomzodlik bo'ldi. Shu men 3 ta nomzod bilan kurashib, u ham men keyin Navoiy ko'zga ko'rib rahbar bo'lsam, u ikkovi ham bittasi urug'chilik, bakchilik zavodini
boshliq injener edi. Ikkinchisi tumanlar aro bir xo'jalik zavodi pillachilik nima shu zavod direktori edi. Har holda ikkita munosib kurashib uchrashuvlarga borganmiz, xalq orasida o'zimizni uchovimizdan bir programmamizni aytardik. Nimalar lekin endi albatta keling bir Xudoning inoyati va ikkinchisi o'zimizni chiroyli gapirib dasturni taqdim qilganligimiz sababli boshqa sababli mana shu ikkita nomzodni yengib o'tib mana deputatlikka erishganman. Shu uchun sessiyalarda juda ko'p gapirardim. Kelib hatto tumanlar rahbarlari mana shu siz olib chiqing shu nimani o'zaro aytma menga kelishmoq qiladi shu mavzu ko'taring derdi va o'sha meni Buxoro deputatlar kengashidagi nutqimni keyin tuman gazetasiga ko'chirib bosardi. Chunki eng aktual masalani tumanga kerakli masalani ko'tarardi. Shu uchun albatta hozir ham jamiyatda no'g'ronlikda muammolar ko'p, lekin buni endi hozir to'g'ri gap, hozirgi sharoitda so'g'lar bilan kurashib yengish qiyin. Agar ko'p nomzod asosida saylov bo'ladigan bo'lsa, juda katta muammo. Shu uchun kvota, mana Rossiyada bir paytlar kvota berilardi. Ittifoq davrida deylikki 75 ta vakil kasaba uyushmasidan 75 ta vakil no'g'ronlar va boshqa kvotalar o'rnatiladi. Shu tufayli o'sha no'g'ronlar o'tib qolgan. Lekin o'zi shular Rossiyada ham bor baribir. Ular boyagi ikki xil nima bor, saylov bor, proporsional va majoritar bor. Ular hammasi o'sha nimadan o'tib qolgan. Partiyalar nomidan vakil bo'lib, proporsional saylov tizimidan o'tib qolgan. Lekin majoritar tizimdan men bilishimcha ko'z o'zidan o'sha Rossiyada ham boshqadan o'tish qiyin. Shu uchun bir zamonlar kelar balki ham konstitutsiyaga o'zgartirish kiritib, kvotali tizim, ana no'g'ri jamiyat kvota bermasa, mana shu bizda ham hozir majoritar bizda proporsional tizim saylov bo'lib o'tdi, lekin o'sha partiyalardan hech kim ko'z o'zlarini no'g'ronlarni nomzodini qo'ygan yo'q. Aytyaptilar hozir mana 5 ta deputat bor respublikada no'g'ron deydi, lekin biz bilmaymiz kimligi shu. Radioda eshitganman 5 ta no'g'ron deb. O'sha no'g'ron kimligini no'g'ron jamiyatdan bilmasa kerak. Men viloyat no'g'ron jamiyati so'raganda ular bilmas kerak. Shu uchun albatta qachondir no'g'ron jamiyatiga kvota berilmasa, mana shu majoritar tizimda ham, proporsional tizimda ham ko'z o'zidan g'alaba qilish qiyin. To'g'risi mana bizning mamlakatimizda o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarga juda katta e'tibor berilayotganligini guvohi bo'lyapmiz, ko'ryapmiz, izlanishlar bo'lyapti, yangiliklar bo'lyapti. O'sha birin-ketin juda bir katta mehribonligini kuzatyapmizda. Shu o'rinda mana ijtimoiy himoya agentliklari, inson himoya agentliklari va shunga o'xshash bir nimalar bo'lyapti-da, lekin bizni internet maktablarimizda bir necha marotaba bo'ldik, aynan ko'rishdik. O'sha internet maktabining o'qituvchilari bilan suhbatda bo'lyapmizda. O'sha ba'zi holatlarda shunaqa bir iltimoslar bo'lyaptiki, mana xushrost sifatida sizni ham fikringizni bilmoqchimiz. Ular aytayaptiki, aynan o'sha bizni ham fikrlarimizni ozgina inobatga olib bir qarorlar qabul qilinsa yaxshi bo'lardi degan bir fikrlarni bildiryapti-da. Sizning munosabatingiz qanday bo'ladi? Bu o'rinda albatta kelinki hukumatga prezident administratsiya fikrlarini aytgan yaxshi, lekin bu fikrlarni yetkazish uchun albatta deputatlar korpusidan foydalanishimiz kerak. Senatorlardan foydalanishimiz kerak. Chunki administratsiyaga boradi, yo vazirlar mahkamasiga boradi, kimdir kishi shug'ullanadi. Lekin ana shu masalani deputatimiz yoki senatorimiz o'sha senat yig'ilishida yoki oliy majlisda qonunchilik palata yig'ilishida ko'tarib chiqsa, u boshqacha bo'ladi. Ular hukumatga rasmiy so'rovlar bilan, senatorlik so'rovlar bilan, deputat so'rovlar bilan murojaat qilish kerak. Shundagina albatta o'ziga endi hech bo'lmaganda bu narsani orqa qaytarib bo'lmaydi. Inklyuziv ta'lim bekor qilib bo'lmaydi. Shu hech bo'lmaganda mana fikrimcha boshlanish sinflarini albatta maxsus maktabda o'qish kerak. Kelinki 1-5-mi, 1-4 sinflarmi? Chunki eng bolani shakllanayotgan davri shunda bo'ladi-da. Hozir ko'rib o'tiribmizki, men bilaman mana so'q bolalar maktab 1-sinflar ko'rganda o'zini yaxshi tutolmaydi. O'sha maktabga bir hojatxonaga ulgurolmay, borolmay, uyalib, o'sha yosh bolalar uyalib, keling so'qlar uyalib borolmagan paytlarni ko'p bo'lganman. Ko'z o'zlarini sog'lanishda juda o'qish qiyin. Mana o'zim biz hammamiz oliy ma'lumot olganmiz, u boshqa. Lekin o'sha oliy ma'lumot olayotganda ham biz faqat o'zim bilimimiz bilan kursdoshlar orasida hurmatga sazovor bo'lganmiz, bilimizni o'tkazganimiz bilan, ularga seminarlarni, kurslarni yozib berganimiz bilan
Lekin baribir ko'z o'zini ming nima bilinib turadi ko'rma. Baribir ozgina bo'lsa ham cheklanish, ozgina bo'lsa tortinish bo'lib turadi. Endi maktablarda bu ayniqsa juda seziladi. To'g'ri. Endi To'qqizinchi mana o'sha sizni yana o'sha ijodingizga qaytaylik. Bir yaxshi undan bir necha yillar avval sevgi muhabbat to'g'risidagi bir chiroyli she'rlaringizni muxlislar e'tiboriga havola etgandik. Bu haqida juda ko'p so'rashadi. Keling shu she'rlardan bir lirik chekinish qilaylik-da, bironta eshitsak. Mayli, endi bo'lmasa lekin sevgi haqida hech o'qimaganimga ancha bo'lib qoldi. Endi chunki biz endi bobo bo'lib qoldik. O'sha avval 4-5 yil burunmi yoki keyingi 5-6 yil burun yozgan she'rlarimizdan ish qo'ydim ul sanamga. Chin baxtga ham baxtsizlik ish qo'ydim ul sanamga. Sanam hijron xancharin tinmay sanchar tanamga. Yorni gul deb erkalab tortdim tikan zahrini sevgidan quvonch istab duchor bo'ldim istamga. Ul jonon bir lutfini oshiqdim dariq tutmush bormikan qasd yoki soldi nahri alamga. Zafar quchgan davrodek raqib ko'zida g'urur oshiqni telba deya doğruq soldi olamga. Yor ham ag'yor jabridin qon kabi oqdi ashkim to'lqin borki hasratim to'kib soldim qalamga. Rahmat. Ustoz endi o'sha so'nggi so'z sifatida o'sha bir yoshlarimizga bir sizni aytilmagan va doim aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni mana shu biz efirga bersak demoqchiman. Albatta har holda siz ustozsiz, sizdan o'rganadigan juda ham ko'p narsalarimiz bor. Har doim sizda aytgingiz keladigan, baralla shu ekranlarda, baralla shu chiqishlaringizda aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni bir eshitsak. Endi fikrlar o'rtalar faqat bir jumlada aytsam, bilim olish kerak, kitob o'qish kerak. Shu narsa yoshlarni tarbiyalaydi. Kitob o'qigan insondan hech qachon yomon odam, yovuz odam chiqmaydi.